Uy sotib olganingizda hech kimga aytmang. Yangi mashina sotib olganingizda hech kimga aytmang. Uylanganingizda hech kimga aytmang. Ta'tilga chiqqaningizda hech kimga aytmang. Biror o'quv kursiga borganingizda hech kimga aytmang. Lavozimingiz ko'tarilganda hech kimga aytmang. 99% hollarda orzularimiz o'z vaqtida ro'yobga chiqmasligining sababi shuki, biz noto'g'ri odamlarga noto'g'ri vaqtda og'zimizni juda erta ochib qo'yamiz. Muvaffaqiyatlarimizga do'st bo'lib ko'rinayotgan insonlar bilan baham ko'rib xato qilamiz. Esda tuting, hasad va rashk odamlar sizni yemirib, sindirishi uchun yetarli. Shuning uchun og'zingizni yumib yuring. Do'stlaringizning ko'pchiligi sizning muvaffaqiyatingizni ko'rishni istaydi, lekin o'zlaridan ustun bo'lishingizni xohlamaydi. Ammo ular Xudo sizga belgilagan taqdirni o'zgartira olmaydi. Agarda shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, millionerlar safiga qo'shilishni, millionerlar klubiga obuna bo'lishni unutmang.